Onasi, qara, senga 17 Pro Max oldim. Rahmat, dadajonsi. Ukangizni bildingizmi? Nima bo'pti ukamga? Xotinchalariga 17 Pro Max olib beribdilar. Siz hayotingizda menga bitta gul ko'tarib kelganmisiz? Bo'ldi qiling. Menga qara ukam, O, aka. sana topish ishing yaxshi. Menda unaqa ishim yaxshi emas. To'g'risini aytaman. Ayolingga har xil qimmatbaho narsalar olib beryapsan. Mani ayolim bu yerda gapiryapti keling. Unaqa ish qilmagan. Nima qilasan? O'sha qimmat telefonni olib berib xotiningga podarka qilib, to'g'risi. Nima o'zgaradi ukam? Arzonni olib bersang ham o'sha ahvol, qimmatini olib bersang ham o'sha ahvol. Aka, u siz aytayotgandaqa qimmat emas. 1 million so'm turadi bor yo'g'i. 1 million? Ha? 1 million bo'lsa o'zing ham olgansan, to'g'rimi? Shunaqa? Qani olib chipta ko'ring. Mana aka. Menga qara. Buningni men 1 millionga olib qolaman. Senga $200 pul beraman. Keyin ham bitta qo'shib olib kelib berasan. Izzatini olib kelgan. Tushundingmi? Ro'zg'orga kerak bo'ladi. Ushla. Men mana korobkasini olib chiqib berarsan keyin. Men qimmat deb o'yladim-a.